va ichingizda qoralik deb tan olgan joyingizda aslida bu havasda ekanim. Bu hissiyot menga tanish bo'lgani uchun, meni orzularimni ichida bo'lgani uchun men havas qilgan ekanman-ku deb o'zingizni oqlab chiqing. Va mana shu bugun o'zingizni ichingizdagi har bir xafagarchiligingiz, ya'ni o'zingizni qabul qila olmayotganingiz, kimdir sizdan ustun bo'lganda sizni baxil deganmi? Mana shu hissiyotingizni ishlang. Men baxillik qilganman. Aslida nima uchun oqlaysiz? Va bu meni orzularimga qo'shilgani uchun deysiz. Men orzularimga mana shu orzuni ko'rganman. Men orzularimga aslida shu orzularni qo'shib yurganman. Bu meniki-ku aslida. Shuning uchun havas qildim deb oqlab chiqasiz. Assalomu alaykum azizlarim, qadrlarim, yana bir bor salom. Bugun men sizlarga zo'r texnika beraman degandim. Mana shu texnika rostdan ham biz o'zimizga bo'lgan baholar tushayotgan paytda birinchi navbatda biz yoshligimizdan nimaga baxilsan, nimaga baxillik qilasan, sen baxilmisan, ichi qorasan degan gaplarni eshitib katta bo'lganmiz. Mana shu hissiyotimiz bilan ishlaymiz. Keling, biz ongimizni dasturlaymiz, ya'ni miyani dasturlaymiz. Nima deymiz? Hozir har bir qilayotgan ishingizni oqlab chiqing. Men baxillik qildim. Mana shu insonga men ichim qora bo'ldi deysiz. Lekin mana shu yerda isbotlab ketasiz. Nima uchun? Chunki meni rivojlanishim uchun bu inson menga xizmat qilayotgan edi. Men mana shu hissiyot aslida meniki bo'lishini xohlagandim. Aslida-chi, bu